Bugun o'rtoqlar bog' shamoliga kelganmiz. Sizlar bilan shu bog' shamolni ponni vlog qilib obzor qilamiz. Mana biz kemaga chiqdik. O'zicha orqamda o'tirgan bolalar aytayapti-ki, orqaga o'tiring, qo'rqinchliroq bo'ladi deyapti. Men o'ta ham qo'rqinchli bo'lgani uchun orqaga chiqmadim. Shunga chiqib ko'rganman bir marta. O'rtoqlar, hozir kamera o'chib qoldi. Chunki qo'rqqanimdan emas, просто так. Telefon tushib ketmasin deb qo'limdan. Bundan betlariga. Shuning uchun o'chirib qo'yib, cho'ntagimga solib qo'ydim. Xullas o'rtoqlar, mana shu narsaga keldik. Buni hamma menimcha ko'rgan, internetlarda o'ynab ham ko'rgan. Beşiğimizi çıkaralım. Kim kuchli urush o'ynayapmiz mana hozir biz. Ketdi. $722. Qanaqasiga? Sana bak. Mana asli be uryapti endi. Voh. 747. Qattiq o'lcharmikin? Bu muhimi qattiq urushmas, to'chkasini urushlar bunday. 789. Sana bak. O'rtoqlar, mana shu joyga chiqdik, uchgani. Jiyanlar bilan. Ketdi mana birinchimiz. Mana ikkinchimiz ham ketdi. Ketdi уже mana. Menga bog' shamolni bitta tarafi yoqadi. Bog' shamolni chegarasi yo'q, umuman belgilanmagan. Aynan mana shu joyi chegarasi deb aytilmaydi. Qonni xalqagan joylarga borib aylanib yursanglar bo'laveradi. Yoqmagan tarafi bo'lsa, attraksionlarda narxi juda ham baland. Misol uchun mana shu paqirchaga biz 2 kishi 20 ming so'mdan 40 ming so'mga ketdik. Qaytishimiz ham 20 ming so'mdan 40 ming so'm bo'ldi. Общий 80 ming so'm. Ba'zi odamlar tabiatdan bahra olish uchun yoki pulini tejash uchun qaytishda piyoda kelishga majbur bo'lishyapti. Dusty mesa, her looming shadow grows, hidden in the branches. Shunaqa chiroyli joyga yetib kelib, rasmga tushmasdan ketishda iloji yo'q edi. Shuning uchun ham 3-4 marta rasmga ham tushib oldik. Safarimiz qarigacha uyga qaytib ketdik. Videoni shu yergacha ko'rgan hammaga kattakon rahmat. Bolalar! Olib ketamizlar ham.